Sovuqqa nisbatan allergiya, ya'ni xoladovoy allergiya. Bu nima? Organizmning sovuqqa nisbatan g'ayrioddiy reaksiyasidir. Bu kasallik terining sovuqqa duch kelishi natijasida yuzaga keladi. U quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Qichishish va toshmalar, terining sovuqdan keyin qizil yoki oq dog'lar paydo bo'lishi bilan, shishlar qo'l va oyoqlarda, ayniqsa yuz va lablarda, ayrim hollarda sovuq yuqori nafas yo'llariga ham ta'sir qiladi. Bunda burun bitishi yoki nafas olishning qiyinlashishi bilan yuzaga keladi. Qaltirash va bosh aylanishi. Ba'zida allergik reaksiya umumiy holsizlikka ham olib kelishi mumkin. Nima uchun sovuqqa allergiya paydo bo'ladi? Genetik moyillik, ya'ni oilaviy allergik moyillik, immun tizimining noto'g'ri reaksiyasi, boshqa kasalliklar bilan bog'liqligi, ba'zan immunitetga ta'sir qiluvchi omillar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Sovuqdan qanday kiyimlar himoya qiladi? Birinchisi issiqlikni saqlovchi asosiy kiyimlar. Termal ichki kiyimlar, namlikni o'ziga shimadigan va tanani quruq saqlaydigan kiyimlar, paxta yoki junli ichki kiyimlar, agar teri sezgir bo'ladigan bo'lsa, tabiiy matolardan foydalanish tavsiya qilinadi. Sovuqdan saqlovchi ustki kiyimlar, sovuq va suv o'tkazmaydigan ustki kiyimlar, kapuchonli kiyimlar, oyoq va qo'lni himoya qiluvchi qo'lqoplar va issiq paypoqlar bilan birgalikda suv o'tkazmaydigan oyoq kiyimlar. Bundan tashqari kiyimlar juda tor bo'lmasligi kerak va sintetik materiallardan foydalanmaslik kerak. Sovuqqa allergiyasi bor odamlar nimalarga rioya qilish kerak? Sovuqda uzoq vaqt yurmaslik, issiq kiyimlar kiyish, ayniqsa qo'l va yuzlarni himoya qilish, namlantiruvchi kremlar va maxsus allergik dorilardan foydalanish muhim hisoblanadi. Agar belgilar kuchaysa, allergolog yoki dermatologga murojaat qilish zarur.